nasl bopidan, zoti zo'ridan, yaxshisidan boqaman, urug'qa tarbiyalayman, yaxshi daromad qilishim kerak degan aka-ukalarimiz uchun aytaman har doim. Har xil yaxshi, eng zo'r, eng bo'ladigan, eng yaxshi rezultat qiladigan qo'ylar siz aziz obunachilar uchun qo'limdan kelgancha video syomkasini qilib beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ismoil kanali obunachilar, chorvachi qozlari, qo'zi qo'yish qozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida shu o'ptimcha arzonchi rivojdan akamizni qo'yib firmasidamiz. Qadrli obunachilar, bugun 20-dekabr hafta kuniga shanba, barchangizga kun xayrli va maroqli o'tsin deb video syomkalarimiz mana bunaqa aralashgan qo'chqorlar zo'rlari bilan boshlab beramiz. Akalar, video boshidan bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Bugun o'sha o'ptimcha arzonchi rivojdan akamizdan eng zo'r eksklyuziv, yaxshi, qiziqarli, hamyonbop, cho'ntakbop video syomkalar qilib beriladi. Akalar, bittadan like bosib turing, to'liq ma'lumotni rivojdan akamiz shaxsan o'zlaridan chiroylab olib berishlikka harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka, charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshimisiz? Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, tuzingizlar? Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan iloji boricha oxirigacha kuzatib tursalaring, qo'zini zo'rlari chiqadi. Bitta like bosib, kommentariyaga ota-onangga ming rahmat deb yozib qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa narxi ham arzon bo'ladi. Arzon narsa chiqarib beramizga. Har doimgidek aka. Har doimgidek. Xudo xolasa birinchi partiyamizga arashan zotdan, zot yo'nalishga, nasllikka, ishqibozlari uchun soni 9 dona. Soni 9 bosh akalar, nasldor yaxshi qo'chqor boqaman deb turgan aka-ukalarimizga, oshna-og'aylarga tavsiya qiladigan qo'chqorlarimiz. Qo'chqoring bormisa bor deydigan sifat-sifatlari zo'r, oq yuz, oq qulog'idan, eng asosiysi oyoq-qo'li uzun, cho'ziq yaxshi narsalar. So'z bilan aytganda olib yaxshi daromad qilmoqchimisiz? Mana siz aziz obunachilar uchun qo'chqorni ideallari akalar. Soni ham akalar ozgina, imkon bo'lsa bitta obunachimizni olib chiroyli qilib boqib, tarbiyasini qilib qo'ysangiz, xudo xolasa bu yildan o'sha qo'yga qo'shadigan mahalgacha olib borsangiz, yaxshi daromadga olib keladi. Imkoni boricha akalar, siz aziz obunachilar uchun arzonroq, sifatliroq, yaxshiroq narsa qo'yib berishga kerak qilinadi. Yosh oyliklari qanaqa aka buni? Buni yosh oyliklari 8 oylik, 9 oylik, 10 oylik atrofida. 8, 9, 10 oylik atrofidagi qo'chqorlar eng asosiysi akalar. Qo'chqorning kalla boshlariga ham bir e'tibor berasiz, keyin stoykalariga, dumba boshlar, xullas hamma tomonlama mo'tadil. Olib chiroyli qilib boqasiz. Bo'ylari-chi aka bo'ladi? Bo'ylarni video davomida o'lchaveramiz-da. Video davomida bir qator o'lchaverlar akalar. Qarang aka, qo'yxonangizda aynan qo'chqorlar tursa maza qilasiz akalar. Akalar, yerdan balandligini ko'rib qo'yasiz, 80 bu yoqda qolib ketdi akalar. Keyin mana shu bo'ynlarini ham qarang. O'ngillariga ham e'tibor bering akalar. To'shlari, o'ngillariga ham. Yuz, garbonoz, xullas har tomonlama kelishgan. Bitta kichkinarog'idan ham shularchi? Jonivorni qarang. Buni o'sha bitta obunachimiz olib maza qilib boqadigan qo'chqor ekan, rivojdan ekan. Aha. Xudo xolasa zo'r baraka topishadi. Xudo xolasa. Olgan odam so'z bilan aytganda kichkinarog'idan. Akachi. Sho'rgan. Ashna dumbar azizlarni ham ko'rsatamiz, ha? Akalar, uni ko'rib qo'yasizlar, dumbar azizlarga bir qator e'tibor berib qo'yasiz, akalar, qarang. Dumbar azizlari ham o'zi ham salkam beligacha chiqib ketgan, holati zo'r, sifat yaxshi. So'z bilan aytganda olib baraka topadigan yaxshi qo'chqorlar ekan. Aka, endi buni yeb ichishlariga kafolatlari bor-a, ha, yeb ichar, sog'lik salomatligiga garantiyasi bor. Behijolat sinov olishaveradi. Bemalol sinov olsin ham bo'laveradi. 3 kun sinov olishaveradi behijolat. 3 kun sinovog'i bor akalar, qo'yiladi, yondan ko'rasiz, old tomondan, kalla tomonlarini ham bir qator ko'rsatib qo'ying, kalla boshlari ham o'ta chiroyli. Akalar, yaxshi narsalar ekan, faqat olib boqish kerak. Aka, buni narxini ham arzon qo'yamizmi bugun? Narxi ham yengil bo'ladi, xudo xolasa. Bunaqa qo'zasi, bu zot yo'nalishiga bilasiz, u $1000, 1,5 ming shunaqa bo'ladi. Unaqa $1000, u 1,5 ming yo $800 unaqa gapsiz gapirmaymiz. Demak, so'mda kelgan, so'mda sotamiz. Eng asosiysi arzon kelgan. Narx arzon kelgan, eng zo'ri narx arzon kelgan. Uka, buni bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 6,5 milliondan Samarqandgacha dastlabki besplatni yetkazib olib beramiz. 6,500,000 ming so'mdan o'tib ham beramiz. Qanchadan o'tib beramiz rivojdan aka? Video davomida o'tib qo'yaylikmi? Konkret bo'ladigan ish qiling. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 6,200,000 so'mdan yetkazib olib beramiz. 6,200,000 so'm. 6,200,000 so'm. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Dastlabki optim hammasi Samarqandgacha besplatni. Rivojdan aka, odam baraka topsin. barakasini bersin. Aka, endi bunday xolasa duo qilib boqib yurishadi. Har doim narx chiroyli qo'yib berasiz, gap yo'q. Endi qo'yga qarab. Hozir video davomida chiqadi, arzonlari ham chiqadi yana. Videoda oxirigacha kuzatib tursa 3,600,000, 3,500,000 ni pastida ham qo'l chiqaramiz. Videoda oxirigacha kuzatib tursa bo'ldi. Aka, xillardan chiqadi. Bu qo'chqorlarimizni aka har doim mana misol uchun ko'p talashib olishib qolmaymiz-da.
Obunachilarim uchun o'rnidan yana bitta o'tib bering. Nima bo'lsa Yana o'zi o'tib bering. obunachilarga bo'lsin, ha. Bo'ldi uka. Qisqa va lo'nda 6 million so'mdan bo'lsa bir joyga olgan odam baraka. 6 million so'mdan. 6 million so'mdan yana bitta gap. Keyin bonus. Yoqqan tanlab olishsin. Optim hammasini olamiz deganga 6 milliondan kamini ham qilib beramiz chiroq uka. Olgan odam baraka topsin. Duo qilib qo'ysa bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 6 million so'mdan akalar xohlaganingizcha sizga yoqqan qo'chqorni bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Akalar qo'y bilan qo'yning farqi bor. Hech kim osmondan olmaydi narxni. Yaxshi narsa, naslli narsa, toza narsalar ekan akalar. Olib, chiroyli qilib boqib, Buni vaqt yemashagini bersangiz bo'ldi. Buni uka mana hozir 6 milliondan qo'yapmiz. Bu qo'yni tushunadigan, biladigan odam bu qo'yni bor mana. Bunday narx-navolarni bozorda ko'rishadimi? Qayda ko'rishsa ham, Libbajoyda ko'rishaversa ham, bozorda ham ko'rishaversin. Bu qo'zini $1000. 10 million tepasida 100% javob 10 millionni pastida olib bo'lmaydi. Lekin endi bizga u narxi arzon keldi. Buni 10 milliondan sotishimiz kerak, $1000dan sotishimiz kerak. Unaqa gap so'z gapirilmaydi. Arzon keldimi, foyda qilyaptimi, bo'ldi, sotiladi. Xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa akamiz doimgidek optim narxda keladi. Shu so'mga hisoblab berilaveradi. Olish kerak, foydalanish kerak. Faqat akalar ochiq ko'ngil bilan chiroyli qilib boqilsa bo'ldi, ish bitaveradi. Eng asosini eshiting, tanlab olsangiz ham shu optim narxda xohlaganingizcha tanlab xarid qiling. Hammasini bir joyga olaman desangiz, bu xayri bor emas, kami bor akalar. Chiroylab ishlaringizni bitirib beringlar. Faqat o'g'illar albatta bitta like bosib, oshna o'g'illarga videolarni jo'natib tursangiz bo'ladi. Ayniqsa yaxshi qo'chqor olmoqchi bo'lgan do'stlarga videolarimizni обязательно jo'natib turing. Sizga zo'rlarini, eng yaxshilarini qo'limizdan kelgancha ko'rsatib boraveradi. O'g'illar bizdan uzoqlashmang oldinda keyingi partiyalar. Hurmatli obunachilar, menga arzonroq variantdan kerak degan aka-ukalarimizga jonivorlarni qarangda, mana yondan ham bir qator ko'ring. Uzunligi uzun, holati, sifat, simpati ideal. So'z bilan aytganda olgan odam baraka topadigan yaxshi qo'chqorlar akalar. Qo'chqoring bormasa bor deydigan holati zo'r. Janolar qarang. Inshaalloh. Soni nechta aka bo'ladi? Ular soni 19 dona. Soni 19 bosh, kalla boshlari ham chiroyli, bellari ham kelgan. Xullas har tomonlama, sifati ham o'ziga yarasha, tikka dumba, raketa dumba, ichida birorta bir osilchoq dumbasi shuniki yo'q. Xudo xolasa olishadi, sraz borib, endi borib erishaveradi. Albatta. Akalar cho'g' sohalari keng, oyoq qo'li uzun, holati yaxshi. Yosh o'yliklaricha aka bo'ladi. Yosh o'yliklari 8-9 oylik atrofida. 8-9 oylik atrofida. 8-9 oylik atrofida. Endi bu hozir mana ichkarida olyapmiz. Endi qanaqa ko'rinyapti, qanaqa yo'q bilmadim. Iloji boricha endi qo'ylarda ham shu yomg'ir ketmaslik uchun. Yomg'irda o'pib ketmasligi uchun shu iloji boricha telefon qilishsa yo bir kelishsa, ko'z bilan ko'rib olishsa ham yaxshi. Agar mabodo kelolmaydigan obunachilar, endi hammaning vaziyati har xil. To'g'ri. Kelolmaydigan obunachilar ham bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, Telegramdan yo WhatsAppdan yoki Imodan qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, video qilib ma'lumotlarni berilaveradi-ku. Video davomida bir qator bo'ylarni o'lchaveramizmi aka? O'lchaveramiz. Bo'ylarni bir qator o'lchaveraylikchi. Hurmatli obunachilar, bo'ylar Bash ko'k tushlasak ham mayli. Ko'kda ham ko'k tushlar bitta. O'rtasi ekanda, kattasi emas, kichigi ham emas. Akalar, qo'yga bir e'tibor bering akalar. Keyin mana oyog'i bor-ku, mana oyoq qismiga ham e'tibor bering. Oyoqlari ham akalar o'nchagina baquvvat qo'y. Keyin mana oldi o'ngillar, to'shlari akalar. Keyin akalar uni yelkani qarang. Yelkani ham kengligi bilan uni orqani kengligiga ham bir qator e'tibor bersangiz, akalar, qo'chqorni yaxshiligi bilasiz. Keyin qo'chqorni ko'proq mana shu chov sohasiga e'tibor bersangiz yaxshi bo'ladi. Chov sohasi tor qo'ylar kam sal o'sishi, o'zgarishi qiyin bo'ladi. Bunaqa chov sohalari keng, bellari baquvvat donsangiz, xudo xolasa yaxshigina daromadga kirib ketasiz inshaalloh. Jonivor. Hammasi sifat. Xudo xolasa yaxshi baraka topadigan. Buni yeb ichishlari ham zo'r-a buni. Yeb ichishlari. Yeb ichar sog'lik, salomatligi behijolat garantiyasi bor. Bu 19 ta soni 3 dona pichimasi bor. 3 dona pichima bo'ladigan bo'lsa 16 ta qo'chqori bor. Zo'r. Pichimasini ham shu dorilikka so'ragan ko'kalarimizga tavsiya qilinadi. O'sha qo'y go'shtini yaxshi ko'rishadi-yu, lekin qo'y go'shtidan davlina bor degan ko'kalarimizga yoshi hojona hojatlarimizni olib, chiroylab boqib, o'sha qo'chqor go'shti yemoqchi bo'lgan ko'kalarimizga tavsiya qilinadi akalar. Eng asosiysi buni narx-navosini nech puldan qo'yib beramiz aka? Narxi buni bir joyga bo'ladigan bo'lsa 5 million 48, unaqa gap so'zni gapirish kerak yo'q. Bir joyga bo'lsin qisqa va lo'nda qilib qilamiz, bo'lar narxini aytib qo'yamiz. Albatta aka, eng zo'r fikr ashi. Bir joyga bo'lsa aka 4 million 500 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib olib beramiz. Optim hammasini olganman. 4,5 million. 4,5 million. Hurmatli obunachilar, 4 million 500 ming so'mdan Samarqand dasturkasini besplatni qilib yetkazdirib beriladi. Endi rivojdan arzon ishlagan joyingiz bor ekan, nomingiz bor, o'ziga yarasha, to'g'rimi? Endi bo'lar savdosini aytdingiz, gap bo'lishi mumkin emas. Otangizga rahmat. Endi bunday qilamiz. Ismoil kanalidan telefon qilyapman deysiz aka.
Aha. Chiroyli qilib o'tadigan joyini aytib bering. O'tib beramiz, telefon qilishaversin. Mana telefon qildik. Mana men telefon qilyapman. Endi. Obunachilar nomidan men telefon Yo'q, qilyapman. endi bularni aytdimiz ham Voy, barakasini bersin. O'ting ozgina obunachilarga. Yomon degani yo'q, qimmat degani yo'q. Bo'ldi, 100 mingdan kam 4 million 400 ming so'mdan bir joyga bo'lsa ketdik-a, terisini qilib beramiz. Yo'q, bir joyga emas. Tanlab olsa ham. Hat yoqqan tanlab ham olishaversin. Barakasini bersin. Hurmatli Duo obunachilar. qilib turishsa bo'ldi. Akalar 4 million 400 ming so'mdan akalar chiroyli duo qilib qo'yasiz. Akalar tanlab xarid qilaverasiz. Xohlagansiz. Bitta yo'qadimi, ikkita, uchta, to'rtta, nechta bo'lsa ham imkoniyatingizga qarab. Yo'q, menga endi jovli olaman, hammasini tortdim, qo'chqorlari yoqdi desangiz, telefon qilib aloqaga chiqsangiz akalar, chiroyli qilib o'tib beradigan joyi bor akalar. O'tib beramiz. Mana bundayda qarang, shuni ham bir qator video davomida ham aytib ketgan yaxshi, tushuntirib ketgan yaxshi uka. Buni optim mana 4 million 400 ming so'mdan qo'yyapmiz. Bitta, ikkita, beshta, to'rtta tanlab olishga ham optim narxida qo'yyapmizmi? Nima uchun shunaqa? Endi optim hammani ham optim olgan imkoniyati yo'q-da, hojatlar bor. Ular pensiyani to'plab, bittaga, ikkitaga pul to'plab olamiz deb niyat qilib turishgan bo'lishi mumkin. O'shalar uchun optim narxda qo'yyapmiz. Endi optim hammasini olamiz deganga baribir magazin emas. Aytganimizni sotmaymiz. Aytganimizdan herisini qilib beramiz. Lekin buni misol uchun ichidan 5 ta, 4 ta, 10 ta tanlab olishga kamida berolmaymiz. Realni aytib ketganimiz yaxshi. Lekin optim hammasini olib baribir kamini qilib beramiz. Qilib beriladi akalar. Mana albatta telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi, bog'laning. Akalar yaxshi qo'chqor olmoqchimiz, taklif qilamiz, tavsiya qilamiz, imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bemalol. Ekranda telefon raqamlari 24 soat aloqada, lokatsiyalarni tashlab beriladi. Kelib, tepasiga kirib, tanlab xarid qilsangiz bo'ladi. O'g'illar like bosib turing oldinda keyingi partiyalarimiz. Akalar qora qo'chqor ishqibozga mana qoralarni ham o'ta zo'rlar. Eng asosiysi oyoq qo'li uzun. Nariga chiqargan partiyamizga qaraganda bo'ycharoq ekan aka bu. Bular bo'ycharoq ham, keyin badani yaxshi bo'ladi, sal ozmas yem yeb turgan. Ha, yemini yeb turgan. Ha, yemini yeb turgan. Akalar, yemini yeb turgan, xudo xohlasa badallari semizdan olaman degan akalarimizga tavsiya qiladigan qo'chqorlarimiz. Qo'chqorda ham akalar o'sha oyoq qo'li baquvvat yaxshi narsalar. Yeb ichishiga, sog'lik, salomatligiga kafolati bor. Yosh oyligicha aka bo'ladi. Yosh oyligi 9 oylik, 10 oylik atrofida. 9 oy, 10 oylik. Soni nechta hozir edi? Soni 9 dona. 9 dona. Bitta obunachimiz oldi. Ha, bitta obunachimizni qo'zdilar. Xudo xolasa. Akalar, soni 9 dona yosh oyliklar, 9 oy nari yerda qo'chqorlar eng asosiysi bo'ybastdan bitta ko'rsatamiz akalar. Bo'ylari ham xudo xolasa bo'ychan. Narigilarga qaraganda akalar, oyoq qo'li uzun ekan akalar. O'shanga e'tibor berasiz. Mashalloh. Zo'r. O'zi akalar bitta joyga olib boqish kerak. Buni qurbonlikkacha akalar zo'r yetiladi, xudo xolasa tayyor bo'ladi. Mana. Bu qator ko'rib olasiz, xudo xolasa. Vazifamiz akalar bizni chiroyli yoritib berish, imkoni boricha bo'ylarni o'lchab ko'rsatib qo'yilyapti. Chamangiz sog' olasiz. Kichkina qo'chqorlar emas, mayda-chuyda pakana qo'chqorlar emas, chag'iga e'tibor berasiz. Eng asosiysi narxiga e'tibor bering. Narxini xudo xolasa rivojidan arzonchida bugun. Aka, obunachilar xursand qiladigan narx qo'yib beramizmi, xudo xolasa? Narx xudo xolasa yengil. Uka, buni qarang. 5 million emas. 48 ham emas. 4 million 600 ming so'mdan bo'lsa bir joyga ketaveradi. 4 million 600 ming so'mdan. 4 million 600 ming so'mdan ketaveradi bular. Hurmatli obunachilar, 4 million 600 ming so'mdan bir joyga olaman degan akalarimizga bo'lsa, dastlabkasi Vodiy bo'ylab Samarqandgacha. Ha, Vodiy bo'ylab Samarqandgacha besplatno. Endi hammasini olganga. Bunday keng aka. Bitta ish qilamiz. Narigini qanchadan chiqardik? 44 danmi? Ha, 44 dan chiqardik. Alloh rozi bo'lsin. Tanlab olishga ham. Ha, optimga ham tanlab olishga ham. Tepasi turganligim uchun aytaman, mayli undan sal dadilroq, lekin soni oz ekan. Bitta obunachimizni olib boqib qo'yishaversin, ha? Aha. Bitta obunachi. O'tib bering shuni, chiroyli qilib. 46 dan o'tib beraylik. Bu 4,5 dan qilib beramiz. Yo'q, aka bunday qiling, 44 dan qo'yib bering shuni obunachilar. Unda ulardan 43-42 degan to'g'ri bo'lmadi, chunki yetarish tortishdimda men. Undan ham 44 dan olgan baraka topdi. Undan ham kamiga so'ragan to'g'risi bo'lmadi. Akalar 4 million 400 ming so'mdan bir joyga olaman degan akalarimizga endi bu yerda rivojlanagida bitta odat bor. Tanlab olishsa ham. Endi bu katta endi ular bermang endi. Rozni aka. Yo'q, menga qarang, bu katta-yu. Yo'ldan qaytmash kerak aka. Yigit kishi yo'l bosdim, orqaga qaytmash kerak. Yo'q, orqaga qaytmaymiz endi. Barakasini bersin. Soling shuni. Ha, bo'p yoqqan tanlab olasiz. Mana. Ko'ngilchan bo'ladi. Akalar 4 million 400 ming so'mdan olgan tanlab oling. Endi qarang. Hammasiga baribir herisini qilib beramiz. Herisini qilib beramiz. Barakasini. Xudo xolasa ota-onangga ming rahmat deb duo qilib, qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi-ku. Bitaveradi. Akalar mana ishni bitiring. Keling ko'ring, xohlasangiz tanlab oling. 4 million 400 ming so'mdan hammasini oldim, siz rivojdan ekansiz, chiroyli qilib xayriga yo'l qo'yib beriladi. O'g'illar, like bosish kerak. Qo'llab-quvvatlab boshlanganlarga maksimumni jo'natib turish kerak. Like tugmachasi ekraningiz burchaga turib, shuni ustiga tirs etkizib bosib qo'ying. Bo'ldi, ish bitadi. Bizdan uzoqlashmay turasiz, akalar, oldinda yana ham arzonroq, qulayroq, yaxshiroq variantlar.
menga o'sha 4 millionni pastida narxi arzonidan bo'lsin, yengil bo'lsin degan aka-ukalarimizga mana sizlar javoblashlar uchun ham chiroyli variantlarni ko'rsatib borilaveradi aka. Soni nechta aka buni? Soni 10 dona, bular hammasi qo'chqor. Ozgina, ozgina. Soni 10 dona qo'chqor akalar, bir joyga olaman degan aka-ukalarimiz tavsiya qilinadi. Bu ham aka qurbonlikkacha yetiladi aka. Ha, qurbonlikkacha rosa hadovoy qo'y bo'ladi. Nimaga desan, endi hamma ham u 8 million, 10 million shunaqa qilib qo'ysa bo'lmaydi, ha? To'g'ri. Shunda hadovoy qo'y bo'ladi, hadovoy qo'y bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ylarini bir ko'rsatamizmi aka? Ha, bo'ylarini o'lchaveramiz sirasi. Hurmatli onalar, bo'ylarini foto o'lchab ko'rsatiladi. Qo'chqorlar, yaxshi qo'chqorlar. Endi Qirg'izistonning qo'chqorlarini akalar oyoq olsa yaxshi bo'ladi. 70 bu yoqda qolyapti akalar. Qo'yverib, xudo xolasa. Eng asosiysi buni yeb ichishlariga kafolatlari bor. Ha, yeb ichish, sog'lik, salomatligi zo'r, behijolat sinab olishaveradi. Yemoq ichmog'iga kafolati bor, behijolat sinab olsangiz bo'ladi akalar. Buni 10 tasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga narxini necha pul qo'yib beramiz? Narxi uka, bu videoda boshida aytib ketdik-ku, ha? Aha. Bir joyga olamiz deyishganga uka, buni 3 million 600 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib yuborib beramiz. Samarqandgacha. Samarqandgacha 10 ta hammasini olganga. Hurmatli onalar, Samarqandgacha zastavkasini besplatni qilib yetkazdirib beriladi. 10 tasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga. Eng asosiysi tanlab olsachi. Ha, optim narxida tanlab olishaversin, duo qilib qo'ysa bo'ladi. 10 ta hammasini bir joyga olganga. Baba, hayrisini qilib beramiz. Aytganimiz bo'lmaydi. Akalar telefon qiling, aloqaga chiqib bog'laning. Chiroyli qilib xayriga yo'l qo'yib beriladi hammasini olsangiz, tanlab olishga akalar 3 million 600 ming so'mdan akalar xohlaganingizcha, imkonni boricha, mablag'ni yetgancha tanlab xarid qilaverasiz. Eng asosiysi hozir juda ham qulay variantasiz akalar. Telefon qilib aloqaga chiqasiz, ishingizni bitirib beriladi. Like bosib desam chiqarmang. Albatta like bosib qo'ying, yaxshilarni ko'rsatib boramiz qo'limizdan kelgancha. Hurmatli obunachilar, aziz kuzatuvchilar, xudo xolasa akalar keyingi partiyasiga o'sha narxi arzon, shu videoni boshida aytgan narximiz xudo xolasa arzon bo'ladi. Soni ham 4 dona, bitta obunachimiz olib boqib qo'yasizlar, xudo xolasa kamera sot variant akalar. Dunyo yemni yevormaydi. Ozgina berib tursangiz, rosa o'sayotgan joyidan mana akalar. Qo'chqormi aka bular? Ha, qo'chqor. 4 dona. Yosh oyligi 6 oylik atrofida. 6 oylik plus minus. 6 oylik plus minusdagi qo'chqorlarimiz eng asosiysi yeb ichiga kafolatlari bor. Ha, yeb ichish sog'lik salomatligiga garantiyasi bor. Narxi-chi buni? Narxi bir joyga bo'ladigan bo'lsa 3,5 ni pastga qo'yamiz degan videoda boshida. Mana. Olishsin obunachilar, boqsin, baraka topsin, duo qilib tursa bo'ldi uka. 3 million 300 ming so'mdan bir joyga olsa, vodiy bo'ylab dastavka besplat. 3 million 300 ming. 3 million 300 ming so'mdan. Ovodan baraka topsin, duo qilib qo'ysa bo'ldi. 3 million 300 ming so'mdan bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilinadi. Qo'chqor hammasi, xudo xolasa. Olgan odam so'z bilan aytganda baraka topadigan yaxshi qo'chqorlarimiz. So'nggi partiyamizga akalar 3 dona. Bitta obunachimiz olib, bitta qo'raga solib boqadigan qo'ylarimiz. O'sha 1000 tadan bitta uchraydigan bitta mana akalar Tianshan zotimiz ham bor ekan, akalar shag'iga ham e'tibor berib qo'yasiz. Aka buni yosh oyligi qanaqa bu? Yosh oyligi 12 oylik atrofidagi qo'chqorlar. Aka buni bo'ylarini ko'rsatib qo'yamizmi? Bo'yni ham ko'rsatib qo'yamiz. Bitta pichmasi bor. O'sha pichmani ushlagan birinchi. Ash bir dona pichmasi bor. Pichma haqida ham ma'lumot berib ketasiz to'g'rimi, aka pichma haqida ham? Bo'ldi, bu pichma, qarang, bu yoshi katta hojona, hoji otalar uchun juda zo'r variant bo'ladi. Nimaki, davleniyani ko'tarmaydi. Semirishga kelganda o'ta tez semiradi. Tez o'zgaradi. Tez o'zgaradi, tez semiradi. Go'shtida hidi bo'lmaydi. Keyin go'shti yumshoq bo'ladi. Albatta. Ko'pincha buni dorilikqa so'rashadi. Asli o'zi go'zal bo'ladi, mana. Ko'rib turganingizdek go'zal o'zi. Chiroyli. Akalar mana, sizlarga zo'r. O'sha qo'y go'shti hidi kelmasin degan akalarimiz tavsiya qilinadi. Bu yoqda akalar sheriklari Tianshanni ham olaman degan akalarimizni ham tavsiya qilamiz. Tianshan ham akalar yaxshi o'zgaradi. Tianshan qo'chqor boqqan akalarimiz kommentariyga yozib qo'yasizlar. Uchtasini bir joyga olishsa-chi aka? Uchtasini bir joyga olishadigan bo'lsa, videoda oxirigacha kuzatib turgan obunachilarimiz uchun bonus. 5 million emas, mana 4 million 800 ming so'mdan olgan odam baraka topadi. Dastavkasi? Dastavkasi Toshkentgacha besplatni uchuv. Shuni yog'inga 4 million 800 ming so'mdan herisini ham qilib beramiz, Toshkentgacha besplatni yetkazib yuborib beramiz. Akalar 4 million 800 ming so'mdan dastavkasini Toshkentgacha besplatni qilib yetkazib beriladi. Magazin bahosida chiroyli qilib xayriga yo'l qo'yib beradigan joylari bor akalar. O'g'lar, shu bilan videolarimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling. Alloh chorvangizga, umringizga, qilayotgan ishlaringizga, kasb-koringizga baraka bersin. Hech qachon kasal bo'lmang akalar. Mana shunaqa qo'chqorlardan boqing, maza qilib yuraveringlar. Eng asosiysi oshna o'g'illarga, do'stlarga ham jo'natib qo'ying. Mana shunaqa oshna qo'yxonang mana qo'chqorlardan to'lsin degan do'stlaringizga videolar jo'natib qo'yasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh barakatli qilsin. Salomat bo'linglar.